Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Golland dili grammatikasi dərsimizə xoş gəldinizlər. Bizning bugun so'zlaydigan dərsimiz cümlələr. Yəni bu dərsimiz bugundan başlayımız. Cəmi 8 qismdən tərkib tapqan dərs. Yəni şu cümlələrninki qurulması, hər xil cümlələrning türləri, şu cümlələrni yasaş, şu cümlələrni bağlaydigan qo'shimchalar hammasini bu dərsə kirgizdik. Yəni biz hozirga qadar şu cümle tüzüşdə mühim bo'lgan mayli cümledeki har xil bo'laklarning asosiy tarkibi bo'lgan ism deymiz, fe'l deymiz, sifat deymiz, ravish deymiz. Bularning hammasi bilan bir tanishib chiqdik. Endi şu bütün bo'laklarni bir-biriga bog'lab turib tuzgan cümle bilan tanishib chiqamiz. Bu ders 8 qismli sizlarning texnik yaxshi tushunishinglar uchun sal tafsilroq tayyorlandi, lekin bu 8 qism dərsininki bəziləri faqat uçur xarakterli dərslər, yəni bir vaxtım anlab qoysanglar, hə, bunda ekəndə də bilib qoysanglar bo'lgan dərslər, bəziləri məxsus isimlərdə Golland dilini yaxşı sözləş üçün, yaxşı öyrəniş üçün isimlərdə qaldırışqa tegishli dərslər. Mən bunların hamısını dərsdən burun əskərtib ötəmən. Bugün birinci qismimiz dərsininki, yəni uçur xarakterli dərs. Biz bugün şu cümlələrinin zadı qandaq bir uqum ikənligi, qandaq türdəki cümlələrlə bağlı olan qısqaça tanışıb ötümüz. Yani bizning bu 8 qism dərsimizdə aldı bilan cümlələrinin türləri, yəni addi cümlə, baş cümlə, biqindi cümlə, qo'shma cümlə degəndək hər xil türləri bilan tanışıb çıxımız. Onun keyindən sual cümlə, buyruq cümlə, öndeş cümlələrini tüzüşünü öyrənimiz. Onun keyindən cümlə böləklərinin cümlədəki orni, ondan qo'shma cümlələr, köçürmə cümlə, məchul cümlə, bularning hammasi bilan bir tanışıb çıxımız. Bugünkü birinci dərsimiz, yəni cümlələrinin türləri. Aldı bilan şu cümlelerinin türlerini başlayıp cümle degen neme muşunun bir qarab çıkaydı. Yani cümle degenimiz muayyen sintaksli qaida boyunca tüzülüp belgilik uqumga ega bo'lgan to'liq ayaqlashgan o'y fikrini o'ziga xos intonasiya bilan bayon qiladigan til birligi cümle deb ataldi. Ya'ni biz hozirga qadar har xil so'z birikmalarini o'rganib o'tdik. Masalan, so'z deganimizda ism deyimiz, fe'l deyimiz, sifat deyimiz, ravish deyimiz, yani cümleler muşu qaidelerinin, muşu sözlerinki birikişinden tüzülüp bir to'liq ayaqlashgan bir o'y fikrini ifodalab keldi. Yani cümle ba'zida birli so'zdan tuzilishi mumkin, ba'zida bir qancha qo'shma cümleler, uzunchiq so'zlardan tuzilishi mumkin. Endi birli so'zdan tuzilgan cümlelerinki to'liq ayaqlashgan o'y fikrini bildirilishi, uning oldi keyindagi so'z va cümleler bilan munosabatlik. Biz buni shu shundaq birli so'z bilan tuzilgan cümlelerini misal keltirgan vaqtda tafsili tushunib o'tamiz. Endi shu cümlelerning turlaridan birincisi oddiy cümle. Yani biz oddiy cümleni the enkelvoudige deymiz gollandcha. Yani bu oddiy cümle degan vaqtda birli xabardan tarkib topgan qisqa cümleler. Mesela biz gollandchani dastlab tugangan vaqtimizda A1 seviyada shu tekstlar qisqalamışda bo'ladi. Mesela ik bin mehrinsa desek, yani men mehrinsa, ik bin tumaris, men tumaris degandek o cümleler qisqalam cümleler, yani qisqa cümle, oddiy cümle degan işte birli xabardan tarkib topgan cümle. Mesela misal qarasanglar, ik xanar Amsterdam, men Amsterdamga boraman. Ik bin tumaris, ik heb 3 kinderen, mening 3 balam bor. Hy werkt 4 dagen per week. O hafta 4 kun ishlaydi deb. Yani bu cümlede faqat bir lam xabar bor. Shundaq birli xabardan tarkib topgan qisqa cümlelerni biz oddiy cümle deb ataymiz. Ondan ikinci bir nokta bugünkü dersimizdeki the Hauptsinn, yani baş cümle. Bu baş cümle degan bu grammatikalik uqum bizning tilimizda yo'q, bunda baş cümlede. Lekin Golland tilidagi sizlar cho'qim bilish tegishli bir muhim qoida. Yani baş cümle degan vaqtida baş cümle u balkim bir oddiy cümle bo'lishi mumkin va yoki qo'shma cümle bo'lishi mumkin. Lekin baş cümlening eng muhim bir alohidaligi baş cümlede xabar doim cümlede ikkinchi o'rinda keldi. Yani mesela bizning tilimizda men Amsterdamga boraman desek xabar eng oxirgi keldi. Adat bizning tilimizda xabar cümlening oxirgi keldi. Lekin Golland tilida xabar ba'zida ko'pincha ahvollarda 80% ahvollarda cümlede ikkinchi o'rinda keldi. Ondan ba'zi bir cümleler bor, yani biqindi cümlelerde xabar eng oxirgi keldi. Şuna şu
xabarni nega qo'yish shu jumlaninki qandaq jumla ekanligiga bog'liq. Endi shu qoidani bilishdiki muhim bir uqum Hoftsin, yani Hoftsin degan bosh jumla degan gap. Yani bosh jumlada xabar doim ikkinchi o'rinda keldi. Masalan, mana misol qarasanlar, boya keltirgan misollar shu. Hammasi oddiy jumla. Yani ilk xanar Amsterdam, qizil rangda bo'yab qo'yganlar jumlaning xabari hozir. Mush xabar ikkinchi o'rinda kelyotdi. Biz mushdan qarablar, mana bu jumlalar Hoftsin ekan, yani bosh jumla ekan deb farqlandiramiz, deb bilib olamiz. Endi yana bir uqum qo'shma jumla, ya'ni samen gestelde zin. Yani ismidala chiqib turadi qo'shma. Ya'ni bir qancha bosh jumla yoki bosh jumla bilan biqindi jumlaning bir kishidan tuzilib, bir qadar keng, cho'nqur va murakkab bo'lgan o'y fikrni anglatadigan jumla. Masalan, ik ga slapen want ik ben moe. Yani ben uxlayman çünkü yerib qoldim. Yani hozir bu jumla ikki bosh jumladan tuzilgan qo'shma jumla. Yoki ikkinchi misol, ik weet zeker dat het morgen mooi weer wordt. Yani tavanın güzel bo'lganligiga ishonaman. Yani bu yerda ikki jumla var emniyeti. Çünkü ishonaman, nimaga ishonaman? Havoning güzel bo'lganligiga. Lekin bu ikki jumlani birlashtirib bir jumla qildik. Yani qo'shma jumla degan vaqtda mushta bir yoki bir qancha, ba'zida 3, ba'zida 4 jumlalarning bir kishidan tuzilib, bir qadar keng bo'lgan, cho'nqur bo'lgan o'y fikrini bildirdi qo'shma jumla. Endi keldik biqindi jumla, bayzin. Yani bu mu Golland tili grammatikasındaki bek muhim bir uqum. Yani ismidan chiqib turdi biqindi jumla, yani biqinib turadigan. Bunday jumlalar odatda özünün aldidagi yani bunday jumla qo'shma jumlalar ko'p uchraydi. Yani bosh jumla bilan biqindi jumla. Yani biqindi jumlalar odatda bosh jumlaga biqinadi. Yani biqinib keladi. Bunday jumlaning eng muhim bir alohidaligi biqindi jumlalarda xabar jumlaning eng keyinda keldi. Yani balkim o jumlada bir xabar bo'lishi mumkin, ikki xabar bo'lishi mumkin. Lekin ash xabar jumlaning eng keyinda keldi. Buni biz yana biqin jumlani so'zlagan vaqtda tafsil tushundiramiz. Masalan, misol qarasanlar, ik hoop dat je snel beter wordt. Yani ma datning keyinidagi men qizilda bo'yab qo'ygan jumla biqindi jumla. Qarasanlar, buni yana jumlaning xabari bo'lgan word eng oxiri kelyotdi. Yani sizning tezroq yaxshi bo'lib ketishingizni umid qilaman. Ik denk dat hij morgen niet komt. Menimcha ati kelmaydi. Mush datning keyinidagi jumla. Va yoki ba'zida biqinda bog'lag'uvchilar bor, ikki jumlani bir-biriga bog'laydigan. Masalan, ik kan vandaag niet naar school gaan omdat ik ziek ben. Yani umdatning keyinidagi jumla yani mushu biqindi jumla. Shunga jumlaning xabari eng keyiniga kelyapti. Yani bayzin biqindi jumlaning eng muhim bir alohidaligi shu xabar eng keyiniga keldi. Biz jumlaning biqin jumla ekanligini xabarga qarab ham jumlalarni bog'laydigan biqinda bog'lag'uvchilarga qarab biqindi jumla ekanligini farqlandiramiz. Endi jumlaning yana bir turi savol jumla, yani fragzin, de fragzin. Yani muayyan şey yoki ish harakat haqidagi o'y fikrini savol shaklida ifodalaydigan jumla shakli savol jumla deb ataladi. Savol jumla o'zining turiga asosan bir qancha turga bo'lindi. Biz buni keyingi qitimliq darsimizda bu savol jumlani tafsil tushunadigan vaqtda so'zlaymiz. Yani savol jumlalarni ba'zida savol almashtirish orqali ifodalaymiz. Ba'zida shu fe'l orqali, fe'lni jumlaning eng oldiga ilish orqali ifodalaymiz. Ondan savol jumlalar, ba'zi savol jumlalarga faqat ha, yo'q degan bilan javob bergili bo'ldi. Ba'zilariga cho'qim bir gap bilan javob berishimiz kerak. Bu uqumlarni hammani keyingi qitimliq darsimizda tafsili so'zlaymiz. Endi keyingi uqum gebiedende wijs, yani buyruq jumla. Yani so'zlagichininki ikkinchi bir shaxsga biror ishni qilish yoki qilmaslik to'g'risidagi buyruq, talab, o'tinish, shuar, chaqiriq, orzu, istak ma'nidagi mushta orzu, istak mazmunidagi har xil o'y fikrlarni ifodalaydigan jumla shakli buyruq jumla deb ataladi. Masalan, mana jumla qarasanglar, kom here, yani bu yoqqa keling. Vismar nitbang, qo'rqmang. Open the ram, derizani ichib o'ting degandek
Muşu cümle şekilleri, buyruq cümle. Biz bunu keyin qitimliq darsida qanday yasashni, qanday türlashni tafsili o'rganamiz. Ondan cümlelerinin en ahırkı bir türü ündeş cümle, yani Ausrufende Sinn, yani sözlük içininki xuşal buluş, renjiş, puşayman qilish, qo'rqush, ajablanish o'xshash muşta türlük his hayacanlık fikirlerini, muşta his hayacanlık tuyg'ularini ifade qiladigan cümle şekli ündeş cümle deb atildi. Mesela Wat mooi ben jij. En siz nima degan chiroyli. Gefeliciteerd met jouw verjaardag. En tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin debchi. Iliq tabriklash yoki yaxshi ko'rish degandek bunda undash jumla odatda ko'proq his tuyg'ularga munosabatli bo'ldi. Bunimi qandaq turlashni, qandaq yasashni keyin qitimliq darsimizda so'zlaymiz. Yani qisqasi bugungi darsimiz bir xil uchur xarakterdagi qisqacha yig'inchoqlasak, biz bugun jumla degan nima? Anda mushkullan tilda jumlaning qanday turlari bor? Ya'ni oddiy jumla, bosh jumla, biqinli jumla, qo'shma jumla, savol jumla, buyruq jumla, undash jumla. Mush jumlalar bilan qisqacha bir tanishib chiqdik. Yani bu jumlaning zodi qandaq jumla ekanligi ularning aniqlamiz to'g'risida. İnşallah ikinci qitimliq darsimizda shu savol jumla, buyruq jumla, undash jumlalarni rasmiy turlash bilan tafsilroq tanishib chiqamiz. Ma'qul bo'lsa keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.